Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu video sizga juda foydali va manfaatli bo'ladi. Agarda yana foydali videolar kerak bo'lsa, mana shu kanalga obuna bo'ling. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Agar Alloh taolo sizga o'g'il farzand ato etsa, unga Nuh deb ism qo'ying. Insonlarni hidoyatga chorlovchilardan bo'lsin. Solih deb ism qo'ying. Salohiyatli mu'minlardan bo'lsin. Ibrohim deb ism qo'ying. Mu'minlarga yetakchi, zurriyotlaridan esa ulamolar yetishib chiqsin. Isroil deb ism qo'ying. Alloh taolo yo'lida qattiq jiddiy jahd qilgan, dinini muhofaza qiluvchilardan bo'lsin. Ismoil deb ism qo'ying. Allohga duosi qabul bo'lgan aziz bandalardan bo'lsin. Ishoq deb ism qo'ying. Xushchaqchaq, insonlar qalbiga xursandchilik ulashuvchilardan bo'lsin. Yusuf deb ism qo'ying. Alloh aziz va ziyoda qilgan bandalaridan bo'lsin. Ayyub deb ism qo'ying. Haq yo'lida to'g'ri yo'ldan yuruvchilardan bo'lsin. Muso deb ism qo'ying. Insonlarni johiliyatdan, muhtojlikdan qutqaruvchi, muhofaza qiluvchilardan bo'lsin. Davud deb ism qo'ying. Alloh taologa mahbub, suyuklilardan bo'lsin. Zakariya deb ism qo'ying. Allohni ko'p zikr qiluvchilardan bo'lsin. Yahyo deb ism qo'ying. Mehrli, qalbi qaynoq va rahimlilardan bo'lsin. Iso deb ism qo'ying. Doimo Allohning himoyasida bo'lgan bandalardan bo'lsin. Muhammad deb ism qo'ying. Sevikli payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga loyiq ummatlardan bo'lsin. Azizlar, unutmang, inshaalloh kun kelib siz farzandingizga qo'ygan go'zal ism tufayli Alloh taoloning fazilati va rahmatiga erishasiz.